Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 11-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda fi'lning mazid va mujarraddan iborat ikkiga bo'linadiganligi va mazidning sulasi va rubai deb ikkiga ayriladiganligi, mujarradning sulasi va rubai deb ikkiga ayriladiganligi haqida so'zlagan va biz sulasi mujarrad fi'llarning o'lchamlarini, ya'ni bablarini so'zlab o'tgan. Endi biz bugun shuning davomini o'qiymiz. Biz tasrifning bablarini, ya'ni fi'llarningki o'lchamlarini jami 35 bab degan edik. Biz buningdan sulasi mujarradga tava bo'lgan 6 babni o'rganib bo'ldik. Endi biz bugun sulasi mazidga tava bo'lgan bablar bilan tanishib chiqamiz. Sulasi mazid qancha bab deganda, oldi bilan sulasi mazid degan nima deganda, asli 3 harflik fi'lga 1 yoki 2 yoki 3 harf ortiq bo'lib qolgan fi'lni biz nima deymiz? Sulasi mazid deymiz. Bu nuqtadan sulasi mazid qancha xil bo'ldi ekan? 3 xil. Ya'ni 1 harf ortiq bo'lgan sulasi mazid, 2 harf ortiq bo'lgan sulasi mazid, 3 harf ortiq bo'lgan sulasi maziddan iborat 3 qismga bo'linadi. Umumiy jihatda sulasi mazid 12 bab. Ya'ni 1 harf, 2 harf, 3 harf ortiq bo'lgan olsun. Umumiy jihat hammani qo'shsak, sulasi mazid bab 12 bab. Endi bu 12 babning ichidan qanchasi 1 harf ortiq bo'lgan sulasi mazid deb tava deganda, faqat 3 bab buningdan sulasi mazidga tava bo'lgan 1 harf ortiq bo'lganiga turga tava kiradi. Deydi Bismillahirrahmanirrahim. 12 baban minha li sulasi al-mazid. Uningdan minha degani u 35 babning ichidan 12 bab sulasi mazid uchun va huwa thalathatu anwa' deydi. U 3 turlik. Qaysi? Sulasi mazid 3 turlik. Birinchisi mazida fihi harfun wahid. Birinchisi uningga 1 harf ortiq qilingani va mazida fihi harfan. Uningga 2 harf ortiq qilingani va mazida fihi thalathatu ahruf. Uningga 3 harf ortiq qilingani. Demak bu nuqtadan, ya'ni uningga sulasi mazidga 1 harf ortiq bo'lgan, 2 harf ortiq bo'lgan, 3 harf ortiq bo'lgan fi'llarni biz deymiz, asli harfga sulasi mazid deymiz. Mana bu nuqtadan 3 turga ayrildi. Endi bu 12 babning ichidan qaysi qancha bab 1 harf ortiq bo'lgan bablar kiradi deganda 3 bab 12 babning ichidan 1 harf ortiq bo'lgan sulasi mazidga tava. Deydi an-naw'ul awwal, birinchi tur va huwa mazida fihi harfun wahidun ala thulathi. U thulathi 3 harflik, saf 3 harflik fi'lga 1 harf ortiq bo'lgani va huwa thalathatu abwab. U 3 bab. Bular qaysi deganda, birinchisi al-babul awwal, birinchi bab af'ala yuf'ilu. If'alan. Maslar qanday chiqadi? If'alan. Qaysi xil fi'llar shunga tushadi? Ya'ni mushu af'ala yuf'il bilan kelgan barliq fi'llar. Masalan, akrama yukrimu ikraman, akhraja yukhriju ikhrajan deganga o'xshagan. Mavzuni, ya'ni uni o'lchaydigan fi'llar akrama, akhraja, ya'ni akrama yukrimu ikraman, akhraja yukhriju ikhrajan. Shu o'lcham bo'yicha mozi va muzari va masdar chiqadi. Endi buning alomati qanday deganda, buning alomati ayyakuna madihi ala arba'ati ahruf bihi ziyadati hamza fi awwalihi. Endi buning mozisi qancha harf? Af'ala desak, af'ala. Qancha harf? 4 harf. Ya'ni bu 4 harf bo'ladi. Bu sulasi mazid. Asli 3 harfga birdan harf qanday bo'lib qolgan? Ortiq bo'lib qolgan. Qaysi harf ortiq bo'lib qolgan? Beshidagi hamza. Af'ala degan o'xshagandiki hamza. Deydi uning alomati, uning mozisi 4 harf, uning 5ida hamzani ortiq qilishdir. Ya'ni 5dagi 5ta hamzani ortiq qilamiz, shuning bilan qo'shib qancha harf? 4 harf. Endi buning qurilmasi nimaga qurilgan? Bu nimani ifodalaydi deganda, va binauhu, uning qurilmasi lit-ta'addiyati g'oliban. Ko'pincha holda mutaaddilikni ifodalaydi. Ko'pincha holda mutaaddi. Hatto lozim fi'lni af'ala o'lchamiga kelsak, nimani ifodalaydi? Mutaaddilikni ifodalaydi. Masalan, kharaja desak chiqdi. Bu lozim fi'l. Af'ala babiga kelsak, akhraja desak chiqadi. Ya'ni o'timlik shaklda bu mutaaddi fi'lga o'zgaraydi. Endi ba'zida nayt az ahvollarda nima bo'ladi? Lozim fe'l bo'ladi. Endi mutaaddi bo'lganning misoli akrama Zaydun Amran. Zayd Amrni hurmatladi. Ya'ni bu yerda
maf'ul ehtiyojli qolganligi uchun amran degan maf'ul keldi deymiz. Shuning uchun chunki bu fe'l qanda mutaaddi. Va qad yakunu laziman. Ba'zida bu af'ali o'lchimida kelgan fe'l nima bo'ladi? Lozim bo'ladi. Masalan, asbahar rajulu. Adam er kishi deganda qopdi. Asbaha af'ali o'lchimida asbaha yusbihu. Shunda shunga o'xshagan. Endi al-babu thani. Endi bu bir harf ortiq bo'lib qolganning ikkinchi bobi fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Buningda qaysi fe'llarni o'lchaymiz deganda, o'sha o'ttirisda bir harf takror kelgan fe'llarni o'lchaymiz. Masalan, qaddama, zakka deganga o'xshagan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan, qaddama yuqaddimu taqdiman, zakka yuzakki tazkiyatan deganga o'xshagan. Bu oxirida kesalar kelgan fe'l, buning masdari chiqishi biz durustlikda oziq so'zlab ketdik. Buni biz o'z navbatida so'zlaymiz. Oxiri naqs bo'lgan fe'llarning qanday masdar chiqarganligi bir oz o'xshamaydi. Endi buning alomati qanday deganda yakuna madihi ala arba'ati ahruf bi ziyadati harfin wahidun bayna al-fa'i wal 'ayn min jinsi 'ayni fi'lihi deydi. Uning alomati fe'lining aynining, ya'ni ayning barobaridagi harfning jinsidan fa bilan aynning o'rtasida bir harfning ortiq bo'lishi bilan uning mazisi 4 harf bo'lish. Ya'ni uning mazisi fe'limiz qancha harf bo'ladi? 4 harf bo'ladi. Ya'ni fa bilan aynning o'rtasida shu aynning jinsidan bo'lgan bir harf qana qilamiz? Ortiq qilamiz. Bir harfni ortiq qilamiz, ya'ni takror qilib, uni idg'om qilamiz. Shunda alomati bor. Endi bu nimaga qurilgan bo'ladi deganda, ya'ni uning nimani ifodalaydi? Lozimmi, mutaaddimi deganda, lit takfir g'oliban. Fa'ala o'lchimida kelgan fe'llarning ko'pincha hollarda bir ishni ko'p qilganligini ifodalaydi. Va huwa qad yakunu fil fi'li. Endi bu ko'p qilish, fe'lni ko'p qilishmi yoki fa'ildagi fa'ilninki ko'p bo'lganligimi yoki maf'ulninki ko'p bo'lganligimi desa, ba'zida fe'lning, ya'ni shu ish harakatining ko'p bo'lganligini ifodalaydi. Masalan, tawwafa Zaydun Ka'bata desam, Zayd Ka'bani qanday qildi? Tavof qildi. Zayd Ka'bani tavof qildi desam, ya'niki tafa desam tavof qildi degan bo'ladi. Tawwafa shu ko'p tavof qildi degan bo'ladi. Demak, bu yerda tavof qilishni iborat bir ish harakatining ko'p bo'lganligini qanday qildi? Ifodaladi. Va qad yakunu fil fa'il, ba'zida fa'ilda bo'ladi. Ya'ni bu ko'p qilish ba'zida fa'ilning ko'p bo'lganligida ko'p bo'ladi. Masalan, mawwatal iblu. Matal iblu desak bir tugildi degan bo'ladi. Mawwatal iblu desak-chi ko'p nurg'un tugilachi o'ldi degan bo'ladi. Va qad yakunu fil maf'ul, ba'zida maf'ulda bo'ladi. Masalan, ghallaqa Zaydul al-abwaba. Asa ag'laqazan taqidi degan gap. Shunda bo'lganda ghallaqa Zaydul al-abwaba desak, Zayd ishqlarning ko'p ishqlarni, ya'ni hamma ishqlarni, ko'p ishqlarni qanday qildi? Taqib etdi degan bo'ladi. Demak, fa'ala o'lchimida kelgan fe'l ko'pincha hollarda nimani ifodalaydi? Bir ish harakatni ko'p qilishni yoki fa'ilning ko'p bo'lishini yoki maf'ulning ko'p bo'lishini ifodalaydi. Bu asosliq mutaaddi ma'nosida bo'ladi, o'timlik ma'noda bo'ladi. Endi 3-bob sulasiy mazid, bir harf ortiq qolgan sulasiy mazidning 3-bobi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Masalan, qatala yuqatilu muqatalatan. Bundan masdar 3 xil holatda chiqadi. Muqatala desakmi bo'ladi, qitalan desakmi bo'ladi. Ba'zi o'rlarda yavlanmi chiqadi. Qatala yuqatilu muqatalatan, qitalan, akhaza yu'akhidu mu'akhaza. Jahada yujahidu mujahada yoki jihad, sa'ada yusa'idu musaada deganga o'xshagan. Endi uning alomati qanday bo'ldi deganda ayyakuna madihi ala arba'ati ahruf bi ziyadati alif bayn al-fa wal ayn. Qarab baqadigan bo'lsak, buning alomati buningda fa bilan ayn o'rtasida martib qopdi, alifdan bir sat qopdi deydi. Uning mazisi 4 harf bo'ladi. Fa bilan aynning o'rtasida alifni ziyoda qilish bilan va bina'uhu, uning qurilishi nimaga qurilgan bo'ladi? Mutaaddi mulozim deganda lil musharaka baynal ithnayn, ikki narsaning o'rtasida bir o'rtoqlik, hamkorlikni ifodalaydi. Ya'ni qilishish, itishish, qatala urushish, sa'ada yordamlashish,
deganga o'xshagan. Jahada jihad qilish deganga o'xshagan. Masalan, qatala Zaydun Amran. Zayd Amr bilan qanday qilib urushdi. Ya'ni bu fe'l ikkidan o'tirib qanday bo'ldi? O'rtaq bo'ldi. Endi ba'zi o'rinlarda bir taraf uchun mucho bo'ladi. Ya'ni bir odam uchun mucho, ya'ni musharakani bildirmaydi. Masalan, qatalahumulloh. Alloh ularni o'ltirasin deymiz. Bu yerda musharaka ma'nosi yo'q. Mana bu sulasi mazid, ya'ni bir harf ortiq bo'lgan sulasi mazidning 3 bobi. Endi sulasi mazid jami 12 bob degan 3 bob bir harf ortiq bo'lganga ketdi. Endi 2 harf ortiq bo'lgan qancha bob deganda, an-naw'u thani ikkinchi turi u qaysi? Va huwa mazida fihi harfan ala sulasi. U sulasi asli 3 harfga 2 harf ortiq bo'lgani. U qancha bob? Va huwa 5 abwab. Bu 5 bob. Al-babul awwal birinchi bob. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Qarab baqadigan bo'lsak, buningga alifdan birisi, nundan birisi qanday bo'libdi? Ortiq qopti. Masalan, inkasara, inshaqqa, inqada degan o'xshaydi. Inkasara yankasiru inkisaran. İnşaqqa yanshaqqu inshiqoqan. İnqada yanqad inqiyadan degan o'xshaydi. Va alamatuhu an uning alomati qanday bo'ldi deganda, uning alomati 5 ga alif bilan nunni qanday qilish? Ortiq qilish. Ayyakuna madihi ala 5 ahruf bi ziyadati al-hamza va nun fi awwalihi. Uning boshida nun bilan hamzani ziyada qilish bilan 5 harf bo'ladi. Uning mazisi 5 harf bo'ladi. Endi bu nimani ifodalaydi deganda, bu ko'pincha holda mutawaa ma'nosini ifodalaydi. Ya'ni bir ishni qilinib ketish, itilib ketish ma'nosini ifodalaydi. Masalan, kasaratu zujaja fankasara. Aynakni sundadim, sunib ketdi. Ya'ni qilinib ketish. Mutawaa degan shu. Ya'ni mutawaa deganning ma'nosi huwa husul athar ash-shay an ta'alluq al-fi'l al-mutaaddi bi maf'ulihi. Mutaaddi fi'lning maf'uliga aloqador bo'lishidan bir narsaning ta'sirining hosil bo'lishi deydi. Ya'ni fe'l, mutaaddi fe'l maf'ul o'tgandan keyin shu maf'uldan mutaaddi fe'l o'tganlik tufayli bir narsa hosil bo'ldi. Masalan, kasaratu zujaj desam, aynakni sundadim. Aynakni sundasam nima bo'lmoqchi, nima hosil bo'ldi deydi? Sim ketadi, shunday shu fan kasara, sim ketdi. Mutawaa degan shu. Endi bu ikkinchi bobi ifta'ala yafta'ilu ifti'alan bobi. Onun ölçümü qaysi? İctema'a, iştaqqa, ixtara, idda'a, ittasala, ittaqa, istabara, istabara. Hammasi şu ifta'ala, yafta'ala ölçümüdür ki törünüdür. İfta'ala, yafta'ala, ifta'alan, ictema'a, yajtema'a, ictima'an degan o'xshaydi. Onun alamati qanday ekan? Qarab baqsaq, fa'dan ilgari bir hamza, ya'ni alif ortiq qopti, fa'dan keyin ta'dan birisi shu ortiq qopti. Onun alamati 5 harf bo'ladi mazisida. Uning 5'ida hamzani ziyada qilish bilan fa bilan aynning o'tirisida ta'ni ziyada qilish bilan va uning qurilmasi lil mutawwa aydan mutawwa uchunchi bo'ladi. Ya'ni bu mu hamkorlash. Masalan, hamkorlash emas, maf'il maf'ul o'tgandan keyin shu hosil bo'lgan bir ta'sir. Masalan, jama'atul ibla. Tuguni julg'udim. Nima tuguni julg'usam? Julg'ushudi. Shunday qo'y. Jama'atul ibla fajtama'a. Tuguni jug'ladim, jug'lashdi. 3-chi bob if'alla yaf'allu if'ilalan. Bunda lam qan takrar kelibdi va fa'dan ilgari hamz kelibdi. Uning qaysi fe'llarni o'lchaymiz deganda ihmarra, isfarra, i'varra. Mush rang aloqador bo'lgan, ib aloqador bo'lgan fe'llar ko'pinchalarda mushu turinadi. Ihmarra, isfarra, iswadda, ibyadda degan o'xshaydi. Uning alomati qanday ekan? Mazisi 5 harf bo'ladi. Avvalida, ya'ni 5'ida hamzani ziyada qilish bilan va oxirida fe'lining lamining jinsidan yana bir harfni qanday qilish bilan ortiq qilish bilan uning qurilmasi ko'pincha hollarda nima bo'ladi? Rang va ayblarda bo'ladi. Masalan, ihmarra zaydun, zayd qizirib ketdi. I'varra zaydun deganga o'xshaydi. Demak, birisi ayb, birisi shu rang. Endi 4-chi bob tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan bobi. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Takallama, ta'allama, tazakka deganga o'xshaydi. Takallama yatakallamu takalluman. Buning alomati qanday ekan? Fa'dan ilgari ta'rid qopti, fa'dan keyin aynning jinsidan bir harf ortiq kelibdi, ya'ni takror kelibdi. Alomati
Onun mazisi 5 harf buludu. Fa bilan aynning o'ttirisida fe'lining ayning jinsidan bo'lgan yana bir harfchi ortiq bo'ladi. Ya'ni fa'dan ilgari ta ortiq bo'ladi. Fa'dan keyin fa bilan aynning o'ttirisida shu fe'lining aynining jinsidan bo'lgan bir harf takror keladi. Xuddi takallama desak, lam qanday bo'ldi? Ortiq bo'ldi. Va beshida ta ziyada keldi. Bu nima uchun quriladi deganda va binauhu uning qurilishi bitakalluf. Takalluf uchun deydi. Takalluf degan nima deganda ma'na takalluf degan ma'nosi tahsilul matlubu shay'an ba'da shay. Talab qilingan narsani az-azdan qanday qilish? Hosil qilish. Masalan, ta'allama o'rganish. O'rganish deganda bir aqlam o'rganganlarda, yo'q, az-azdan qiladi. Takallama so'zlashganda bir aqlam qilolmaydi. Shunga o'xshagan. Demak, takalluf degani bir ishni, ya'ni talab qilingan bir ishni az-azdan hosil bo'lishini ko'rsatadi. Masalan, ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'ala. Ilmni bir masaladan keyin bir masalani qanday qildim? O'rgandim. Demak, bu tadrijiy bir talab qilingan narsaniki tadrijiy shay'an ba'da shay'ga bir narsadan keyin bir narsani hosil bo'lishini ifodalaydi. Endi 5-bab tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan babi. Buni taba'ada, tashawara, tabaraka. Uning alomati qanday deganda, buningda fa'dan ilgari ta ortiq qo'ygan, fa'dan keyin ayn lam ortiq qo'ygan, alif ortiq qo'ygan. Deydi, uning alomati mazisi 5 harf bo'ladi. 5da ta'ni ziyoda qilish bilan fa bilan aynning o'ttirisida alifni ziyoda qilish bilan va binauhu uning qurilmasi litasharuk bayna ithnayn fasa'ida. Ikki yoki undan ko'p odamlar o'tirisidagi bir o'rtoqlikni ifodalaydi. Masalan, tashawara degan gap maslahatlashdi. Maslahatlashgan qanchadan o'tirsa bo'ldi? 2 yoki undan ko'p odam o'tirisida. Shunga tashawara, masalan, taba'a desak yiroqlashdi. Yiroqlashishmi 2 yoki ko'p odam o'tirisida bo'ladi. Masalan, tashawara Zaydun va Amrun. Zayd bilan Amr qanday qildi? Maslahatlashdi. Tasalahal qavm. Qavm sulhilashdi. Mana 2 yoki undan ko'p odamlar o'tirisida bir o'rtoqlikni ifodalaydi. Mana bu sulasi mazidninki 2-turi bo'lgan, 2 harf ortiq bo'lgan turininki 5 bobi. Ham 3-turi qaysi deganda 3-turi sulasi mazidga 3 harf ortiq bo'lgan. Sulasi mazid deganimiz sulasi mujarradga 1 yoki 2 yoki 3 harf ortiq bo'lgan edi dedik. Endi biz 3 harf ortiq bo'lganini so'zlaymiz. U qancha bob? 4 bob. An-naw' al-thalith 3-si وهو ما زيد فيه 3 أحرف على الثلاثي. O ثلاثي yani 3 harfga 3 harf ortiq bo'lgan. O 4 bab. Birinchi bab istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Qancha harf ortiq qopti? Alif, sin, ta. Qanchalik? 3 harf. Buni istakhraja, istaghfara, istiqama degan fe'llarni sabcho to'laymiz. Masalan, istakhraja yastakhriju istikhrajan. Istaghfara yastaghfiru istighfaran, istiqama yastaqamu istiqaman deganga o'xshaydi. Istiqama. Ana uning alomati qanday bo'ldi deganda, alomat qanday ekan? Mozisi 6 harf bo'ladi. Hamza, sin va tani chu ortiq qilishlar. Bunun beshiga hamza, ya'ni alif, sin, tani qanday qilamiz? Ortiq qilamiz. Va binauhu am uning qurilmasi ko'pincha hollarda mutaaddilikni ifodalaydi. İstakhraja Zaydun malan. Chiqadi degan. Xaraja chiqdi bo'lsa, istakhraja chiqadi. Istakhraja yoki chiqarishni qanday qildi? Talab qildi degan gap. Chiqarishni talab qildi. Istakhraja Zaydun malan. Zayd pulni chiqarishni qanday qildi? Talab qildi. Ba'zida cho lozim bo'ladi. Masalan, istakhraja tinu. Lay nima bo'ldi? Tash olashni qanday qildi? Tash oldi. Lay tash oldi degan gap. Istakhraja degan tash oldi. Bir ishning bo'lishini qanday qilish, talab qilish ma'nosida keladi ko'pincha allohda. Ikkinchi bab if'ala yaf'alu if'i'alan. Deydi ayyakuna madihi ala 6 ahruf bi ziyadati al-hamza. Endi uning mazisi 6 harf bo'ladi. 5ga hamzani, ya'ni alifni ziyoda qilish bilan va yana bir harfni fe'lning aynining jinsidan bo'lgan va voni ayn bilan vaning o'tirisi qanday qilamiz? Ortiq qilamiz. Xuddi if'ala yaf'alu deganga o'xshaydi. Va binauhu limubalighatil lazima. Bu ko'pincha holda uning qurilmasi mubolig'a uchunchi
keladi. Masalan, i'shawsha bil ardu degan gap yer o'chib ko'p uzab ketdi degan gap. Idza kathura nabatu wajhil ard. Ya'ni zaminninki yuzidagi o'chib qanday bo'lsa ko'p bo'lsa i'shawsha o'chib besib ketdi degan bo'ladi. Ham 3-bab if'alla yaf'alu if'ilalan. If'alla yaf'alu if'ilalan. Buni o'lchaydigan fe'llar ihmarra ishhabba deganga o'xshash fe'llarni o'lchaymiz. Uning alomati qanday ekan? Uning beshida alifni tiqibdiq. Shunday undan keyin alifni mimdan keyin alifni tiqibdiq. Undan keyin ya'ni lamda takror qildik lamni. Deydi, uning alomati mazis 6 harf bo'ladi. Beshida alifni ziyoda qilish bilan, hamzani ziyoda qilish bilan va alifni ziyoda qilish bilan ayn bilan lamning o'rtasida va yana bir harfni fi'lning lamining jinsidan bo'lgan yana bir harfni qanday qilish ortiq qilish bilan ihmarra ra ishqatib shunday ishabba. Endi buning qurilmasi bo'lsa bu limubalighatil lozim. Ya'ni lozimni ifodalaydi ammo ko'p mubalig'ini. Ihmarra zaydun. Ya'ni zaydun qattiq qizarib ketdi demak bo'lsa ihmarra zaydun deymiz. İza kana lahu hamza ziyada mubalagha. Ya'ni agar uning uchun bo'lsa hamza bo'lsa mubalag'ani ifodalaydi chunki bu bab if'ilal babincho texmo mubalaghroq deydi. Ya'ni bu af'ala yaf'alu babin texmo bu rishniki mubalag'a kuchaytirishni ifodalaydi deydi. To'rtinchisi if'awwala yaf'awwilu if'awwalan. If'awwala yaf'awwilu if'awwalan. İjlawwaza deganga o'xshagan. Ya'ni ijlawwaza degan idza asra tiz mangan bo'lsa, buni alomati qanday ekan? Qarab baqadigan bo'lsak, alif ortiq qopti beshiga. Uningdan keyincho if'awwala vo qanday kelibdi? Ikki dona vo kelibdi ayndan keyin. Ya'ni uning mazisi 6 harf bo'ladi. Beshiga hamzani ziyoda qilish bilan va ayn bilan lamni o'rtasida 2 dona voni ekilish bilan buning qurilmasi ham lozim ammo mubalag'ani ifodalaydi. İjlawwadal ibn degan gap qattiq tizmon degan gap. Tugu qanday qildi? Qattiq tizmon, ya'ni mubalag'ani ifodalaydi deymiz. Mana bu sulasi mazidga aloqador bo'lgan bablar. Buni tushungan bo'lsanglar, tuandagi fe'llarningki vaznlarini, ya'ni bablarni so'zlaysizlar. Uning keyiniga qancha harf ortiq qilingan? 2 mi, 1 mi, 3 mi shuni bayon qilasizlar. Masalan, anzala o'lchami qaysi? Af'ala babidan. Buni qancha harf ortiq qilingan? Ya'ni bu sulasi mazid shunday, qancha harf ortiq qilingan? Harfun, bir harf. Havara qaysi babdan? Fa'ala. Qancha harf? Bir harf. Yani qancha harf bo'lgan bo'lsa, 2 harf ortiq qilingan bo'lsa harfan, 3 harf ortiq qilingan bo'lsa salatata ahruf, yani shu bo'yicha bosh o'rinni to'ldirsizlar. Awzanuhu degan yerga o'lchimini yozasizlar. Fi'l mazin sanlamdan bo'ldi. Zida fihi degan yerga bir harf ortiq qilingan bo'lsa, 2 harf ortiq qilingan bo'lsa, 3 harf ortiq qilingan bo'lsa, shuni bayon qilasizlar. Bunda bo'lsa vaqtlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.